Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun chorshanba. Tövəndəki xəbərlərimizin təfsilatı bo'lsin. Xitoyning atalmış Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq Xalq Hökuməti to'rining 5-ayning 14 kundagi xabarda bildirilishicha, atalmış Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq Partiya Komitetining sekretari Ma Shunruy va qo'rchoq rais Erkin Tunyaz 13-may Sharq Turkistonni ziyorat qilish uchun kelgan Amerikadagi xalqaro Xitoy fan-texnik savdo jamiyati vakillari umiki bilan Urumchida ko'rishgan. İki taraf suhbat jarayonida Sharq Turkistonning ko'p taraflik afzalligidan unumli foydalanib, bu rayonni Xitoy davlati uchun xizmat qildirishda aktiv hamkorlashadiganligini bildirishgan. Ma Shunruy uchrashishda mundaq degan: Şinjan muqimlik va bexatarlik jihatda zo'r tirishchanlik ko'rsatib, bu rayonning taraqqiyotining muhim strategik fursatini kutib olmoqda. Şinjanning taraqqiyot sharoiti intayin yaxshi, bo'libmi tabiiy boylik manbasi va strategik o'rin afzalligi bor. Biz bu afzalliklardan to'liq foydalanib, neft va tabiiy gaz, ko'mir, kon mahsulotlari, yangi energiya qatorliq boylik, iqtisodiy va boshqa kasblarning taraqqiyotini texnik tiziltimiz. Şinjanning ochiq taraqqiyotini ilgari surishi davlat ichi va tashqi pervod hamkorligining davomli cho'nqurilishidan ayrilmaydi. Amerikadagi xalqaro Jungo fan-texnik savdo jamiyati va uning a'zo shirkatlarining yuqori sifatli taraqqiyotini texnik yaxshi ilgari surish uchun Şinjanga mablag' solib, ig'lik tiklishini qarshi olamiz. Amerikadagi xalqaro Xitoy fan-texnik savdo jamiyatining raisi Li Dashi mundaq degan: Şinjanning taraqqiyoti Xitoyning umumiy davlat vaziyatida muhim rol o'ynaydi. Biz bu qatimliq ziyorat jarayonida Şinjanning hamma joylarida yangi taraqqiyot muhitini namoyon qilayotganligini ko'rdik va kuchli taraqqiyot yuzlanishini his qildik. Jamiyatimiz bu rayon bilan bo'lgan hamkorlikni ilgari surdi va Şinjanning yuqori sifatli taraqqiyotga erishishiga yordam berdi. Xitoy Tangritog to'rining 5-ayning 15 kundagi xabarda deyilishicha, Xitoy davlatlik tabiiy gaz qabul qilish va to'sh guruhining sonliq ma'lumotlarida Qo'rg'os tabiiy gaz saqlash punkti hozir qadar 500 milliard kub metrdan ortiq tabiiy gaz to'shiganligini va bu tabiiy gazning Xitoydagi 27 o'lka, bevosita qarashliq shahar va Shangan qatorliq joylarga to'shilib, 500 milliondan ortiq aholining energiya ehtiyojini qamdaganligi ko'rsatilgan. Sharq Turkistondagi Qo'rg'os tabiiy gaz saqlash va tarqatish punkti O'rta Osiyo davlatlarining va Sharq Turkistonning tabiiy gazini Xitoyning har qaysi rayonlariga to'shish shiltilgan bo'lib, bu rayondan to'shilgan 500 milliard kub metrdan ortiq tabiiy gaz taxminan 666 million tonna o'lchamli ko'mirni o'rnini olgan. Xitoy xabar to'rining 5-ayning 15 kuni Urumchi tambojnisidan egallanishcha, bu yilning oldingi 4 oyida Sharq Turkiston tashqi savdosining import-eksport umumiy qiymati 137 milliard 900 million yuan bo'lib, o'xshash mazgildagidan 49% oshgan. Bu yil 4-oyda Sharq Turkistonning tashqi savdo import-eksport umumiy qiymati 44 milliard 280 million yuan bo'lib, bir oy ichida 40 milliard yuandan oshgan. Oldingi 4 oyda Sharq Turkiston 197 davlat va rayon bilan savdo munosabat o'rnatgan bo'lib, uning ichida O'rta Osiyodagi 5 davlat bilan bo'lgan import-eksport miqdori o'xshash mazgildagidan 28% oshib, import-eksport umumiy qiymatining 67.4% ni egallagan. Konkret qilib aytganda, oldingi 4 oyda Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston qatorliq davlatlar Sharq Turkistonning oldingi 3 cho'ng eksport bozori bo'lgan. Bu 4-oy mezgilda Sharq Turkistonning Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqi qilgan eksporti shiddat bilan oshgan. Oldingi 4 oyda xam mis materiallarining import miqdori o'xshash mezgildagidan 156% oshgan. Yezigilik mahsulotlarining import miqdori o'xshash mezgildagidan 31% oshgan. Eksport jihatda oldingi 4 oyda Sharq Turkistonning mexanik va elektrik mahsulotlarining eksporti o'xshash mezgildagidan 61% oshib, tashqi savdo eksporti 20.1 point oshgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.